Assalomu alaykum, Utob Angren kanalimizda obunachilari. Biz hozir mana ko'rib turganingizdek Angrendagilar juda ham yaxshi biladigan Gres mahallasidamiz. Tutunlaridan ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Xudo xolasa Gres mahallasida shundoqqina bu yoqda bog'chani oldida 2 qavatli binoni obzoriga kelganmiz. 2 qavatli binomizda mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana shu joydagi 2 xonali uyga obzoriga kelganmiz. Qani bo'lsa ichkariga kirib ko'rsatamiz, ketdik. Mana sizlar ko'rib turibsiz, tashqari eshikdan shundoq kirib kelganimizda bizni katta oyna kutib oladi, eshikka yopishtirilgan. Ertalab ishga ketayotganingizda ham xuddi shunda mana bundoq qarab turib, oynaga o'zingizga bitta to'g'rilab olib turib chiqib ketsangiz bo'ladi va kelganda ham xuddi shunaqa. Keyin mana koridorimizni ko'rishingiz mumkin. Koridorimiz ta'mirlari ajoyib holatda, aboylar tortilgan. Bundan keyin mana kirganimizda o'ng qo'limizda mehmonxonamiz, to'g'rimizda esa yuvinish xonamiz va o'ng qo'limizda undan keyin oshxonamiz joylashgan. Xo'p, qani boshladik. Mana kirganimizda ko'rishingiz mumkin, devorlarimiz aytgancha pishgan qishdan bo'lgani sababli qishda issiqqina va yozda salqingina bo'ladigan ekan. Отоплениялari bor, hammasi ishlaydi. Svet, suv, gazdan umuman muammo joylari yo'q. Ko'chalarimiz esa asfalt qilib qo'yilgan ekan. Open budjetda yutib, chiroyli holatda asfaltlar bo'lgan. Endi xonamiz o'ziga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, bu uyni qurgan ustalar deymizmi yoki uy egalari, aniqrog'i tillarangda ancha yaxshi ko'rishar ekan. Ko'rib turibsiz, yumshoq mebellar ham sariq tillarangda. Stolimiz dizayniga umuman bitta baho berib qo'yasiz. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketsangiz ancha yaxshi bo'ladi. To'g'risi, bejirimgina boshqacha holatda ekan. Jalyuzilarimiz ham xuddi shunaqa, mana sariq. Bu yoqdagi konditsioner, televizor aytgancha uyimizdagi hamma mebellar videoda ko'radiganingiz tashab ketiladi, shu joyda qoladi. Qandillarimiz ham ko'rib turibsiz sariq va natijniy patologlar deymiz, bularimiz ham sariq holatda. Bundan keyin endi koridorimizga chiqamiz va koridorimizdan to'g'ridagi xonaga o'tadigan bo'lsak, yuvinish xonamiz kutib oladi bizni. Ko'rib turibsiz, yuvinish xonamiz ham hojatxona bilan bitta chiroyli holatda turibdi. Devorlarimiz kafillar terib qo'yilgan. Ajoyib holatda. Aristonlarimiz bor, mana aristonlar ishlab turibdi. Koridordan bu sanuzelimiz, ya'ni yuvinish xonasidan chiqqanimizda o'ng qo'limizga o'tadigan bo'lsak, oshxonamiz, mana oshxonamiz ham yaxshi. Kichkina, o'sha aytganimdek, bitta oila uchun juda ham shinam holatda. Bu yoqda mana muzlatgichlarimiz, kiradigan mashinalarimiz, bu yoqda oshxona garniturlarimiz hammasi qoladi. Uyda o'zida qoladi. Отоплениялар bu yoqda ham bor va bundan o'tganimizda mana yoq ko'rishingiz mumkin, yotoqxonamiz. Bu yotoqxonaga kirib kelganda e'tiborimni tortgan narsa mana shu nima deydi? Kavralan bo'ldi. Kavralarimiz ancha yumshoqqina ekan. Yumshoq holatda qilib qo'yibdi. Oyoqqa mayin yoqadigan bo'lib turib, jalyuzilar ilib qo'yilgan. Ikkita tomonga ham mana ko'rishingiz mumkin. Shkaflarimiz, bu shkaflar ham qoladi. Bu yoqda mana trimolarimiz, bular ham uyda o'zida qoladi. Xo'p, yotoqxona mebellari hammasi qoladi. Endi uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uyimizning narxi 23.500 deb baholashyapti uy egalari. Pastda raqamlar qoldiramiz opsiyaniyada. Uy egalariga telefon qilib turib bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Narxlari bo'yicha sunnatiga o'tib beramiz degan joylari bo'ldi akani. Bemalol telefon qilib gaplashsalaringiz bo'ladi. Angren shahar Gres mahallasidan mana shunaqa uy, kvartira qidirib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, jo'natib qo'ysangiz bo'ladi, yoki bo'lmasam 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishingiz bo'ladigan bo'lsa ham, ularga ham jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Nimaga deganda, hozir kvartira topish ham ancha qiyin ish bo'lib ketdi, chunki ko'ngilingizga yoqadigan kvartira yoki bo'lmasam uy topish ham oson emas, chunki inson hayotida bu tanlovni bir marta qiladi, shuning uchun o'ziga yoqadigan uyni tanlash kerak. Lekin ko'rib turibsiz, bu uyimiz ancha shinam ekan, ham pishgan qishdan qurilgani o'ta go'zal. Kanalimizga obuna bo'ling. Mana shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun